hayvonchining ishini yaqin orada sun'iy intellekt egallay olmaydi. Shifokorga hech kim robotga hali beri ishonish niyati yo'q. Demak, biz hali ham qo'l mehnati bilan qilinadigan kasblarga biz ehtiyoj sezamiz. Ko'rik tanlovining maqsadi ham aynan shu, ommalashtirish, o'quvchilarni ko'proq kasblarni tanlashga bo'lgan qiziqishni oshirishga xizmat qiladi. Ayni daqiqalarda poytaxtimizning Humo Arena majmuasida Yangi O'zbekiston bunyodkorlari kasbiy mahorat milliy tanlovining taqdirlash marosimi bo'lib o'tmoqda. Prezident sovrini uchun tashkil etilgan tanlov mamlakat bo'ylab 124 mingdan ortiq yigit-qizni qamrab oldi. Bugungi tadbirda 230 ga yaqin inson va 90% menimcha ayollar bo'lsa kerak, prezidentimiz tomonidan pul mukofotlar va medallar olib, undanda yana ruhlanib va yana yangi g'oyalarni amalga oshirishga harakat qilishmoqda. Bugun bu sahnada sportchilar yoki xonandalar emas, balki moda texnologiyalari, oshpazlik, kompyuter grafikasi kabi yo'nalishlarda o'z mahoratini namoyish qilgan yoshlar va ularning ustozlari e'tirof etilmoqda. Hududiy bosqichgacha yetib kelgan qariyb 7000 ishtirokchining deyarli yarmi mahalla yoshlari va o'zini o'zi band qilganlar. 10 ta eng talabgir kasb yo'nalishida 120 nafar qo'li gul kasb hunar egasi g'olib deb topilib, medallar hamda pul mukofotlari bilan taqdirlandi. Ularni shu darajaga olib chiqqan kasb sirlarini o'rgatgan ustozlar mehnati ham sahnada alohida e'tirof etildi. Prezident sovrini uchun o'tkazilayotgan Yangi O'zbekiston bunyodkorlari kasbiy milliy mahorat tanlovi biz uchun juda ham yangilik bo'lib keldi. Biz shu vaqtgacha shunday musobaqalarni biz hayolimizga ham keltirmagandik. Aynan mana shu yo'nalish bo'yicha, ya'ni payvandlovchi yo'nalish bo'yicha qatnashdik shogirdim bilan. Shogirdim birinchi, ikkinchi, uchinchi bosqichda faxrli qatnashib, respublika bosqichida ikkinchi o'rinni qo'lga kiritdi. Bu biz uchun, yoshlar uchun yaratilayotgan yangi imkoniyatlar manbai hisoblanadi. Bunday ishonchlarni biz albatta oqlashga harakat qilamiz. Eng quvonarlisi, tanlov g'olibi bo'lgan yoshlar O'zbekiston sharafini xalqaro miqyosda World Skills musobaqasida himoya qilishadi. O'zbekistonni terma jamoasini shakllantirgan holatda xorijdagi bo'lib o'tadigan tanlovlarda ham ishtirok etishlarini ta'minlash ko'zda tutilgan.